Assalomu alaykum. Trading bo'yicha bitta eksperiment qilib ko'rmoqchiman. Yangi shot ochib, $200 depozit qilib, tartibli savdo qilib ko'raman. Ya'ni risk management asosida hamma pozitsiyaga stop loss, take profit qo'yib savdo qilib ko'raman. Hamma men ochayotgan pozitsiyalarni Fincon.uz saytining trading qismidan ko'rishingiz mumkin. Bu platformani o'zim yaratganman. Shu o'rinda qisqacha Fincon.uz shu trading platformasi qanday ishlashini tushuntirib o'tib ketaman. Telegramdan login qilish mumkin. Telegramga shunday сообщение keladi. Принять qilib accept kirildi. Profilga o'tilsa, demak hamma yangi ro'yxatdan o'tganlarda o'zini reytingi bo'ladi. Boshlanishiga by default 1200. Bu keyinchalik qanday o'zgaradi? Bitta stop lossga demak -1 point, take profit bo'lsa, take profit stop loss ya'ni necha nisbatda take profit qo'yilganiga qarab plus tomonga o'zgaradi. Keyin boshqa o'sha signal berayotgan yoki o'sha pozitsiya ochayotgan signal berayotgan deylik. Bu saytga signal kiritgan odam signal balansi +4 ga o'zgaradi. Signal qabul qilsa, shu signal balansi -1 kamayadi. Ya'ni siz bitta signal jo'natsangiz 4 ta signal qabul qilish imkoniyatini beradi. Bu misol uchun men eksperimentim davomida hamma pozitsiyalarim faqat shu platformaga signal jo'natib ochaman. Buni kimlar ko'rishi mumkin? Ya'ni meni mana bu yerda signallarim ko'rinadi. Misol uchun after ID'si, keyin strategiyasi bo'ladi. Shunga mana a'zo bo'lib qo'yganlar o'shalarga Telegramiga birdan signal boradi. Bu qanday holatda boradi? Misol uchun birinchi borish uchun birinchidan sizda signal balansingiz ijobiy bo'lishi kerak. Ya'ni signal balansingiz ijobiy bo'lishi kerak. Keyin mening strategiyamga o'sha a'zo bo'lib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Misol uchun men qaysidir avtorning mana shu strategiyasiga a'zo bo'lmoqchiman. A'zo degani bu shu avtor shunday nomli strategiya bo'yicha saytga signal kiritganda kim a'zo bo'lgan bo'lsa, shularga shu signal boradi. Telegram orqali
birdan o'sha signal boradi, ya'ni Telegram bot jo'natadi. Mening ID'im 29 ekan. Yangi signal qo'shishda ikkita usulda qo'shish mumkin. Bittasi bepul, ikkinchisi MetaTrader'da bitta sovetnik yaratilgan, expert advisor, ruschasi sovetnik deyiladi. U o'sha podpiskasi borlar uni ishlatishi mumkin. Mana Rectangle RSI degan o'sha sovetnik bu saytga signal jo'natadi. Unda ham siz o'sha chartda o'sha rectangle chiziladi, ya'ni to'rtburchak. O'zi qanday shartlar belgilanadi. Buni ham ishlashini keyin batafsil tushuntiraman boshqa videoda. Bu endi avtomat jo'natadigan bitta usuli. Ikkinchisi bepul, ya'ni mana shu create signalni bosib, misol uchun gold buy qilmoqchi bo'lsam, demak narxni kiritish kerak. Goldni narxi hozir 5020 deylik. Narxni kiritish kerak. Stop lossni ham kiritish kerak. 5000 deylik. Take profit 5040 bo'lsin. Strategiya. Hozircha bu strategiyam nomini bir deb belgilab turaman. Chunki kiritishga oson bo'lishi uchun. Bossam mana signal yaratildi. Demak 29-foydalanuvchi 1 degan strategiyasi bo'yicha bitta signal jo'natdi. Ya'ni bu saytda registratsiya bo'ldi bu signal. Mana shu yerda ham ko'rish mumkin. Bu yerda yopilgan pozitsiyalar hammaga ko'rinadi. Signal jo'natilganmi yo'qmi hammaga ko'rinadi. Signal yangi yaratilgan vaqti faqat signal yaratgan odamga ko'rinadi hamda signal kimga jo'natilgan bo'lsa o'sha odamga ko'rinadi. Hozir buni o'zim yaratganim uchun menga ko'rinib turibdi bu. Keyinchalik u pozitsiya yopilgandan keyin take profit bo'ladimi, stop loss bo'ladimi? Robot o'zi aniqlab belgilab qo'yadi pozitsiya yopilgandan keyin. Endi robot qanchadir ham miqdorda juda onlayn ishlamasa ham qanchadir ham vaqt oralig'ida o'zi tekshirib turadi shu ochiq pozitsiyalarni. U ozgina orqada qolishi mumkin. Lekin kim pozitsiya ochgan bo'lsa, bu onlayn har kimning o'zining platformasida o'sha bilinadi, qanaqa natija bilan tugagani. Demak, men hozir bitta signal yaratdim. Natija reytingim o'zgarmadi. Buni hali ko'rsatish uchun yaratdim. Demak, signal balansim 4 bo'ldi. Ya'ni men bitta signal yaratdim.
shunday qilib signal balansi oshaveradi. Signal olganingizda kamayadi. Bu platforma signal almashishga yordam beradi. Misol uchun kimdir birga savdo qilishga sherik qidirib yurgan bo'lsa, bu yerda shunaqa sheriklar topishi mumkin. Kimnidir o'sha signaliga a'zo bo'lib, o'zaro o'sha signallarni almashish mumkin. O'zim ham o'sha eksperimentim jarayonida hamma ochayotgan pozitsiyalarimni mana shu platformada o'sha signal sifatida kiritib boraman. Endi signal qabul qilib pozitsiya ochish tomonini ko'radigan bo'lsak, bunda ham ikkita usul bor. O'sha birinchisi tekin, ikkinchisi podpischiklar uchun. Birinchi podpischiklar uchun tomoni, bunga ham bitta sovetnik yaratilgan. 890 receive signal. Bu siz uchun jo'natilgan signalni avtomat MetaTrader'da ochadi. MetaTrader 5 uchun yaratilgan. Unda siz o'sha risk qiladigan summangizni kiritasiz. Sizga kelgan signalda o'sha narxi stop loss take profit bo'ladi. Siz kiritgan risk summangizga qarab pozitsiya hajmini, ya'ni lot size belgilaydi. Yana bitta tomonni signal jo'natishda aytib o'tib ketishim kerak. Bu yerda open price siz hamma signallar shunaqa nazarda tutilgan, ya'ni hamma jo'natilgan signal onlayn bo'ladi, ya'ni market bo'yicha buy stop, sell stop, buy limit, sell limitlar bu yerda bo'lmaydi. Hozirgi o'sha sizda signal, o'zingizda signal tug'ildimi, hozir pozitsiya ochmoqchimisiz, demak shu vaqtda signal kiritiladi. Bu yerda endi mana bu zonaga borganda ochish kerak edi, shu zonaga borsa ochasan degan narsalar bo'lmaydi. Aniq pozitsiya ochilish kerak bo'lgan vaqtda signal yaratiladi. Endi signal qabul qilish bo'yicha o'sha avtomat sovetnik qismini ko'rdik. Endi Telegramga keladi yana bitta usuli. Bu hammanikiga boradi. Ya'ni o'sha a'zo bo'lganlarga boradi. Endi bot o'zi jo'natib chiqadi. Misol uchun o'zimda bir degan misol uchun strategiyam bor. Nomi 1. O'zim ham bunga a'zo bo'lishim kerak. O'zimga qabul qilish uchun. Chunki men buni signalni to'g'ridan to'g'ri o'zimni shotimda ochmayapman. Shu platforma orqali signal jo'natib, o'sha signalni o'zim qabul qilib ochyapman. Misol uchun bu menman 29, strategiyam 1. A'zo bo'lib qo'yaman, a'zo bo'ldim. Buni o'chiraman. O'chirisham shu
qo'shish kabi. Shu korzinkani bossa o'chadi. Demak, o'zimni strategiyamga a'zo bo'ldim. Endi yana bitta signal yaratib ko'raman. Yana shu gold buy 5021 deymiz. 5001 bo'lsin. Shu buy take profit 5041 bo'lsin. Strategiya 1. Komment yozsak ham bo'ladi test uchun. Signal jo'natdim. Endi signal Telegramga keldi. Endi notification keladigan qo'ysa, o'sha birdan signal keladi. Pozitsiya ochish endi o'sha foydalanuvchini o'zi ruchnoy ochish kerak bo'ladi. Qanaqa platformadan foydalanib ochadi yo ochmaydimi o'zi biladi. Bitta signal qabul qildim. Demak, men ikkita jo'natdim, bitta qabul qildim. Shu bilan 7 ta bo'ldi. Signal balans. Demak, agar podpischik bo'lsam, hamda signalni avtomat ochadigan sovetnikni ham o'rnatib qo'ysam, o'zi avtomat pozitsiya ochaverardi o'sha risk management bo'yicha. Muhim joyi jo'natilgan signallar mana bu yerdagi open price bo'yicha ochilmasligi mumkin agar avtomat o'sha qabul qiladigan sovetnik ishlatilganda, o'zi ruchnoy ochilganda ham jo'natilgan signaldagi narx bo'yicha ocholmaysiz. Ruchnoy pozitsiya ochsangiz ham ozgina o'zgargan narx bo'yicha ochasiz. Chunki narx tez-tez o'zgarib turadi. Ruchnoy ochilganda nechidir ham sekund yo 1 minutlardan keyin ochishingiz mumkin. Agar avtomat sovetnik ishlatganda ham u ham ozgina vaqt ketadi baribir. 10 sekundmi? Har 10 sekundda o'sha tekshirib turgan taqdirda ham 10 sekunddan keyingi narx bo'yicha misol uchun ochiladi. Ya'ni signal hozirgi vaqtda jo'natilgani bilan narx boshqacha bo'lishi mumkin. Endi avtomat signal ochadigan sovetnikni ham bir ishlashini tekshirib ko'rishimiz mumkin. Misol uchun Bitcoinni tekshirib ko'rsak bo'ladi. Bugun Bitcoin ishlaydi. Dam olish kuni. Bitcoinning hozirgi narxi 507. Agar demak eng minimal o'zimiz bir taxminan qancha stop loss, qayerda stop loss qo'yishimizni bir ko'rsak bo'ladi. Misol uchun 70-200 larda ochib ham stop loss qancha point bo'lishini aniqlashimiz kerak hozir. Misol uchun
price ni ham ko'rsatadigan qilaylik. Spread oralig'i qancha? Demak, shuncha spread. Stop lossimizni demak shuncha oraliqda qo'ysak bo'ladi. 869-800 larda qo'ysak bo'ladi ekan. Agar shu yerga qo'ygan taqdirda $4 risk qilamiz ekan. Take profitga 1/1 соотношение desak, buni 200 desak, bu $600 bo'ladi. $4 demak $4 risk qilamiz. Bitcoinda 0.01 lot bilan pozitsiya ochganda. Lekin biz hozir bir mana sovetnik ishlab turibdi. Ключlar o'rnatilgan. Bu loginim. Shu key. Buni ham keyin o'zgartirib qo'ysa bo'ladi. Bitta pozitsiya uchun $20 risk deb belgilandi. Endi bu ham turib turaversin. Signal jo'natib ko'ramiz. Buy. Demak, 70-500 larda desak, hozirgi narx. Stop loss 400 dedik. 70-100 bo'ladi. Take profit 70-900 bo'ladi. Strategiya 1. Test uchun jo'natamiz. Signal ketdi. Telegramga signal keldi. Pozitsiya ochilgani uchun ham bot bu botni web platforma jo'natdi. Signal kelgani uchun. Buni sovetnikni o'zi jo'natdi. Pozitsiya ochib bo'lib keyin jo'natdi. Demak, buni o'chirib yuboramiz chalg'itmasligi uchun. Buy pozitsiya ochildi. Demak, buy pozitsiya bo'lgani uchun bid price bo'yicha emas, ask price bo'yicha ochildi. Ya'ni 70-500 dan emas, teparoqda. Lekin stop loss biz kiritgandan bir xil bo'ldi. Endi risk qancha? Risk 18-39 risk bo'ldi shu pozitsiya uchun. Ya'ni lotni o'zi belgiladi. Demak, bu 20 dan pastroq o'zi hisoblab aniqlaydi. Demak, 0.5 bo'lsa, shu baland bo'lib ketishi mumkin. Bo'lishi mumkin 20 dan, shuning uchun 0.4 qo'ygan. 0.04 qo'ygan. Demak, biz signal qabul qiladigan sovetligimiz ishlab turibdi. Buni demo shotda sinab ko'rdim. Endi real $200 to'ldirilgan shotni ulayman. Shu bilan real eksperimentimizni boshlaymiz. Endi agar bu subscribe bo'lgan
bo'lganlar uchun bu sovetnik ishlaydi. Agar bu bo'lmaganda menga mana shunday сообщение keladi Telegramdan. O'zim MetaTrader'ga kirib ochishim kerak bo'lar edi. Agar kimda kim shu men kiritayotgan signallarni onlayn ko'raman desa, mana пользователь 29 ID strategiya 1 shunga kirib plyus bosib qo'ysangizlar, shu strategiyaga ya'ni подписка bo'lasiz. Bu tekin. Lekin buni shu aytganimday, agar signal balansingiz 0 dan katta bo'lsa keladi. Yoki bularni signallarni yopilgandan keyin shu joyda ko'rishingiz mumkin. Yopilgan signallar hammaga ko'rinadi. Bu eksperimentga qiziqqanlar bo'lsa, YouTube kanalga a'zo bo'lib qo'yinglar. Maslahatlaringiz bo'lsa bemalol kommentariyada yozishlaringiz mumkin.